Odamlar o'zidan xafa bo'lmaydi, barakani ketayotganini. Ey, qizing kindigini ko'rsatib ko'chaga chiqib ketyapti, shimni tarang qilib. To'xtat. O'zbeksan hech bo'lmasa, o'zbek. Ja musulmon bo'lmasang ham o'zbeksan. Ota buvayni ruhini haqqi hurmati. Gapirgan. Emiratlarga o'zlarini sotgani ketayotganlarni kasofati urmadi deysizmi? Ota bola mast aroq ichib bir-birini urarkan, bir-biri bilan yana yarashib ketarkan, menga bitta xat keldi. Onasi 70 yashar kampirni ikkita o'g'il uyidan haydab chiqazibdi, xotinlarining gapiga kirib. Ibodatlik onaxonni. Ha? Yana nima xohlaysiz? Qanaqa baraka bo'lsin? Qanaqa nima qilyapsiz? Ey, Allohning ishi hammasi, azizlar. Bozorlarda odamlar bir-birini aldasa, shu bozor o't ketar, shu bozor yopiladi. Bozor ham halollikni, to'g'rilikni talab etadi. Sotuvchilardan ushur, zakotlarni talab etadi. Ig'voga ustamiz, g'iybatga ustamiz, birovni aybini qidirishga ustamiz. Zakotini men buni mehnat qilib topganman, nima zakot? Haromdan topganga zakot berilar ekanmi? Mehnat qilib topganga beradi zakot dedi. Aybni o'zimizdan qidiraylik. Masjiddan patinkani o'g'illagan bola ham o'zbekman, musulmonman deb yuribdi-da, bitta o'z musulmonning o'g'lida o'sha ham. Masjiddan tufli o'g'illagan, onasini uydan haydab chiqarishib, 3 yildan beri xabar olmaganlar ham musulmonman deb yuribdi-da.